Men kazashkaman va Toshkentda tug'ilib o'sganman. Ko'pchilik videolarim tagida so'rashadi, qozoqqa o'xshirkansiz, o'zbek bo'lsangiz nima unaqa ko'zingiz kichkina, qirg'izlarga o'xshirkansiz, koreyslarga o'xshirkansiz deb. Lekin yo'q, men kazashkaman. Men Toshkentda yashayman, Toshkentda tug'ilganman. Lekin ko'pchilikka men kazashkaman desam, Qozog'istonga qayerdan ko'chib kelgansizlar so'rashadi. Aslida O'zbekistonda tug'ilib o'sgan qozoqlar juda ham ko'p. Shunga qaramasdan meni adam o'zbek qiziga uylanganlar, o'shaning uchun meni oyim o'zbeklar. Lekin meni ko'rinishim, yuzim adamga tortgani uchun meni tipichniy kazashka deyishadi. Ya'ni eng ko'p beriladigan savollardan biri uyda qaysi tilda gaplashasizlar deyishadi. Qozoq oilalarda uyda ko'pincha qozoqcha va ruscha tilda gaplashadi. Bizning uyda ham xuddi shunaqa. To'g'risi boshida juda ham qiyin bo'lgan o'zbek tilida gaplashish, chunki men rus sinfda o'qiganman va oyim tarafdagi qarindoshlar bilan ham ko'pincha yo ruschada yo ular bizga o'zbekcha gapirsa, biz ularga qozoqcha javob berib gaplashardik. O'zbek tilini tushunardim, lekin gaplash qiyin bo'lgan boshida. Даже hozir ham qiyin, chunki ba'zida kerak bo'lgan so'zlarni topolmay qolaman. Eng oxirgisi qozoq auditoriyamdan ko'pincha keladigan savol: kazashka bo'lsang, nimaga o'zbek tilida blog yuritasan, nimaga o'zbekcha gapirasan, qozoqligingdan uyalasanmi degan. Men qozoqligimdan umuman uyalmayman. Nabarot, men faxrlanaman. Men Toshkentda yashaganim uchun meni целевая auditoriya, ya'ni obunachilarim ham toshkentlik, o'zbekistonlik bo'lishini xohlayman. O'shaning uchun ham o'zbek tilida yuritaman. Chunki men Qozog'iston aviakompaniyalar haqida unaqa ko'p informatsiyaga ega emasman. O'zim O'zbekistonda ishlaganim uchun, O'zbekistonda o'qiganim uchun ko'pincha O'zbekiston haqida ma'lumotga egaman. O'shaning uchun blogimda sifatli ma'lumot berish uchun ham blogimni o'zbek tilida yuritaman.